Hop, qarang. Birinchi misol. Hop. Oralar kiyimlarini ko'rib beraman. Qolganlarini o'zlaring ishlaysiz. 3 ga 2 oldi, 18 dan bo'lsak. O 6-chi misol. 4 kere 7 kere 25 ayrılgan 5 kere 6 kere 20. 4 kere 25 100 700'e 5 kere 20 100 600. Demek bu kelarsi 100 veradi. Bu kelarsi 100 veradi. Endi nimalar bir xil? 100 da. To'g'rimi? 100 ni qo'ldan tashqariga chiqarib yuborsam 7 ayrılgan 6 qoladi. Endi 7 bilan 6 ni o'rniga boshqa qiyinroq son bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun bir xilni qo'ldan tashqariga chiqarsak, 7 dan 6 ni ayirsak 1, 100 ga ko'paytirsak 100. 700 dan 600 ni ayirsak ham 100. 7 ni 6 dan ayirib 100 ga ko'paytirsak ham baribir 100. Hop, qarsililarni misol uchun 11-chi misol. Hop, 122 qo'shilgan qavs ichida 83 ayrılgan 25 ayrılgan. Ikkita qavs yo'q. Hop, qarang. 25 ni 12 ga ayrilgan. Birinchi ichkaridagi qavs ishlaydigan bo'lsa 13 ham. Endi 83 dan 13 dan 0 7 70. 122 ga 70 qo'shsam 190. 2 bo'ladi. Shularga bo'lyapti. Endi yana ham qiyinroq bo'ladi. Hop, 20-chi misol. 156 bo'lingan 2. Hop, ayrılgan 18 bo'lingan 2 qo'shilgan 3 ga 18 bo'lingan 6. Hop. Yüzde altı 2'ye bölüngen bo'lsa 15'likçe 7 bor, tamam 78, 18 bo'lingan 2 qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 18 6 ga bo'lsam 103. Hop, 78 18 ayrılgan bo'lsa 60. 12 ga bo'lamiz. 3 ko'paytirilgan 3 ga 2 qo'shilgan bo'lsa 5. Hop, demak 60 ga bo'laman 30. 3 kere 15, 15, 30 15, 45. Nimalar yig'ilsaydi? Raqamlar yig'ilsa. Hop, 21-chi misol. 12 dan nechta ekan bor? 1, 2, 3, 4, 5. Qarang, 12 dan 5 deydi. Shunchaki 5 kere 12 qilamizda 60 qilib yozamiz. Hop, endi 23-chi misolga qaraylik. 23-chi misolda 4 qo'shilgan 4 dan nechta ekan? 1019 ta ekan. Endi qaranglar. 1019 ga 4 ni vaqt qo'yamiz. 4 kere 9 36 3'da 4 kere 4 3'da 7 4 kere 0 4 kere 1 4070 chiqadi. 25 ga qaraylik. 145 ayrılgan 55 qo'shilgan 145 ayrılgan 55 dan nechta ekan bo'ldi? 14 ekan. Qaranglar, har ikkitasidan 90 chiqyaptimi? Ayirsam 90 ku. To'g'rimi?
Har ikkitasidan 90 chiqyapti. O'zi 14 ta son bor ekan. Har ikkitasidan 90 chiqqanligi uchun 14 ni 90 ga ko'paytiramizmi, 7 ni 90 ga ko'paytiramizmi? Har ikkitasidan 90 chiqyapti. Ha, tushundilaringmi hozir? Chunki o'zi 14 ta son bor. Endi har ikkitasidan 90 chiqqandan keyin 14 ta son 7 ta songa aylanib qoladimi? 90 kara 14 bo'lingan 2. 90 ko'paytirilgan 7 600. Tushundilaringmi? 27-misol. Agar 47 dan nechta bo'lsa deyapti. Nechtani aytmayapti, javobini beryapti. 4747 ta bo'lsa nechta son, nechta 47 ni qo'shgan bo'ladi deyapti. Demak, 4747 ni 47 ga bo'lib olamiz. 101 chiqadi. Shunaqa bo'ladimi? Demak, javob 101. Hop, qayda? Kitoblaringni sizlar bo'lib tekshirsalaring bo'ladi javoblarni. Hop, misol uchun 27-misol. 101 chiqqan ekan. Ana shu mavzuning oxirida bo'ladi. Oxirida bas mavzuning oxirida bo'ladi. Tushunyapsizlar? Hop, o'g'lan kitobini o'qiyapti. Hop, 29-si misol. 60 plus 60 dan 3000 ta bo'ladi. 3000 da 60 ga bo'lamiz. Ne chiqadi? 50 chiqadimi? 500 chiqadimi? Hop, 50. Endi aytyapti, 50 ta 60 3000 bo'lar ekan deyapti. Shu 64 ga 70 bo'lganda nima bo'lardi deyapti. 70 ta 3000 500. To'g'ri javob shu. Tushunyapsizlar? Hop, 31. Qulay usullar hisoblar. 28 plus 148 plus 72 plus 52. Demek ne qilamiz? 28 ga 72 148 ga 52. 100 bo'ladi ikkalasi. Narigisi ham 200 bo'ladi. Qo'shsak javob ham 300. Hop. 35 gacha shunaqa misollarga bo'ladi. 36. 47 ga 52. Qo'shilgan 47 ga 48. Hop, qaranglar. Nimasi bir xil? Umumiy ko'paytiruvchini qarishdan tashqariga chiqarish usuli bilan ishlaymiz. Buning uchun bir xilini qo'shdan tashqariga chiqarib olsam, 52 qo'shilgan 50 8. Hop, 48 ga 38 ga 356 kere 73 plus 644 ko'paytirilgan 27 plus 73 ga 644 plus 27 kere 3. Hop. Guruhlab olamiz oldin. Ya'ni o'xshashlarini ketma-ket yozib olamiz. 356 kere 73 bilan oxiridan bitta oldinga 73 kere. Hop, 644 ni nima qilamiz? Olib kelib yozib olamiz. 73 kere 644.
44 plus endi buni yozamiz. 644 kere 27 plus 27 kere 356. Endi qaranglar. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Demak, to'rtta sanab nimaga olar ekanmiz? Qavsga olamiz va birinchi qavsning ichidan bir xilini tashqariga 356 kere qo'shilgan 644 1000 bo'ladi. İkinci qavsda nima bir xil? 22 kere ko'paytirilgan 644 plus 356. Bu ham 1000 bo'ladi. Hop. 73 milyon. 73 kere 1000 plus 27 kere 1000 bo'lib qoladi. Demek 73 ko'paytirilgan 1000 plus necha? 27 dan. Endi nimaga bir xil? 1000 ni qo'shdan tashqariga chiqadi. 73 qo'shilgan 20. Qo'shsak 100 bo'ladi. 1000 kere 100. 10. Nechta nol bo'ladi? 5 ta nol bo'ladi. 100 ming. Bak. Tushunarli? Hop. 12 kere 13 qo'shilgan 13 kere 14 24 qo'shilgan 36 kere 47 qo'shilgan 60 kere 64. To'rtta sanab bir xilini qo'shib olamiz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bir xili bormi? Keyingi qavsda. Keyingi qavsda bir xil yo'qligi uchun nima yozmadim? Birinchi qavsdan 13 chiqarib olsam, 12 plus necha qoladi? Necha bo'ladi 12 ga 24 bo'lsa? Sherigi mana sherigi chiqdi. Mana uning sherigi 12 dan chiqdi. Ko'rasizmi? Oldin birinchisini ishlaysa, keyingi sherig paydo bo'ladi. Uni qavsga olib yana ishlaysa, undan keyingisi paydo bo'ladi. Hop. 13 kere 36 qo'shilgan 36 kere 47 qo'shilgan 60 kere 61. Demak yana 1 2 3 4 ta sanab qo'shib olaman. 36 ni chiqaraman. 13 plus 60 bo'ladimi? Mana shu yerga. Hop, demak 36 kere 60 qo'shilgan 60 kere 64. Yana nima qilamiz? Hop, necha chiqaryapmiz? 60 chiqib ketsa 36 qo'shilgan 60. Yo'q. 60 kere 100. Shunday bo'ladi? Javob 6000. Tushunarli bo'ldimi? Demak, birinchi qavsni ishlasak, sherigi paydo bo'ladi. Keyingi. Uni yana qavsga olib, uning ichini ishlaydigan bo'lsak, undan keyingi sherik paydo bo'ladi. Ya'ni birdaniga hammasini to'rtta sanab qavsga olamiz ekanmiz. Xo'p. 46-misol. Daftarning narxi 5000 so'm, ruchkaniki narxi 3000 so'm. Daftar 5000. Ruchka. Nechi bu? 3000. To'rtta daftar deyaptimi? 4 kere 5000. 20.000. Hop, nechta ruchka deyapti? 3 ta ruchka. 3 kere 5000. Qo'shishadigan bo'lsam, demak jami 20. Tushunarli-ya?
masalalarni shunaqa qilib ishlayverasizlar. Hop. 49. 4 kilo pomidori uchun 36 ming so'm ishlatildi. Demak 4 kilo pomidori 36 ming bo'lsa, 1 kilosi qancha bo'ladi? Nima qilamiz buning uchun? Proporsiya qilamiz. X 4 ko'paytirib 36 mingni 1 ga ko'paytiramiz. Xo'p, 4 aql nima bo'lib o'tadi bolalar? Ko'paytirish bo'lsa aql nima bo'lib o'tadi? Bo'luv bo'lib o'tadi. 36 mingni 1 ga ko'paytirsa 36 ming, uni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 9 ming chiqyapti 1 kilosi. Xo'p, endi aytyaptiki 5 kilo pomidor necha so'm turadi? 5 kilo 9 ming teng 45 ming. Xo'p. 53 ga. Jasur har kuni 48 kilometrdan yo'l bosib, manzilga 6 kunda yetib boradi. Agar Jasur dastlabki manzilga 8 kunda qaytib kelmoqchi bo'lsa, kuniga o'rtacha necha kilometrdan yo'l bosish kerak bo'ladi, deyaptimi? Demak, xo'p. Aytyaptiki, har kuni 48 kilometr yo'l borsa, 6 kunda yetib boradi. 8 kunda yetib borish uchun qaytib kelish uchun ekan. 8 kunda qaytib kelmoqchi bo'lsa, kuniga o'rtacha necha kilometrdan borish kerak? Qaranglar. Ko'proq yo'l bosda qisqaroq muddatda yetib kelish kerakmi? To'g'rimi? Hozir ko'proq yo'l bosib, ko'proq muddatga tortdik. Shuning uchun 48 ni 8 ga bo'lamiz. 6 chiqadi, keyin 6 ni 6 ga ko'paytiramiz. Tushunarlimi? Hop. 50 oldi. Barno 1 soatda 36 misol yechadi. Malika 6 soatda nechta misol yetsa, Barno 8 soatda shuncha misol yechadi. Barno va Malika birgalikda 3 soatda nechta misol yechadi? Barno 1 soatda 36 misol yechadi. Malika 6 soatda nechta misol yetsa, Barno 8 soatda shuncha misol yechadi. Demak, qaranglar. 36 ni 6 ga bo'lsak, 6 kere 8 48. Hop, demak qaranglar. Barno 36 ta misolni 1 soat yechadi. 1 soat, 1 xash. Hop, Malika 6 soatda nechta misol yetsa, Malika 6 soatda nechta misol yetsa, Barno shuncha misolni 8 soatda ishlaydi. Hop, demak, qaranglar. Hop. Bir soatda 36 ta yetsa, hop. Barno 8 soatda nechta misol ishlaydi? 8 soatda Barno. 36 ni 8 ga ko'paytiraylik. 48 4'dan 24 288. 288 da Malika 6 soatda nechta misol yetsa, Barno 8 soatda shuncha misol yechadi. Demak, qaranglar. Barno 1 soatda 36 ta ishlasa, 8 soatda 288 ishlaydimi? Endi xuddi shunchani Malika necha soatda ishlab oladi? 6 soat. 288 ni 6 ga bo'lsak, 28 ichida 4 ta bor, 24, 48 ichida. Demak, 48 ta misol ishlayotgan. 1 soat. Kim? Malika. Jami 1 soatda ular qancha, 3 soatda qancha misol ishlaydi? 36 ga 8 ni qo'shib
Hop, 14, 7, 84. 2, hop, 24. Doğru geldi. Düzlemiş. Doğru geldi. Tushundilaringmi endi? Hop, demak, qaranglar, nima qildik? Barno 1 soatda 36 ishlaydi, 8 soatda qancha ishlashini topib oldik. Nimaga 8 soatda? Chunki Barno 8 soat ishlagan misolini Malika 6 soat ishlaydi. 8 soatda 288 ta misol ishlasa, Barno 6 soatda shuncha ishlaydimi? 1 soatda qancha ishlaydi shunda? Bo'lib olsam 48 ta ishlaydi. Endi jamini qo'shib 3 soatda ikkalasi birgalikda 3 soatda nechta ishlaydi ya? Qo'shsam ikkalasini birgalikda yechgan misollar 84 ta chiqdi. Endi 1 soatda ikkalasi birgalikda 84 ta misol ishlasa, 3 soatda 250 ta misol ishlaydi. Tushundilaringmi? Hop. 59. 24 va 8 sonlarning ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 120 ga qanday sonni qo'shish kerak? Osongina qarang. 24 ga 8 ga 24 ga 8 necha bo'ladi? 2 3 16 30. 192. 120 ga nechini qo'shsang 192 bo'ladi, deyapti. Hop, 70. Bo'ldi, javob shu. Tushundilarmi? 61. Birdan katta yoki kichkina teng, 9 dan katta, 9 katta yoki teng bo'lgan nechta natural son bor? Xo'p, qaranglar. 1 bilan 9 orasida nechta son bor deyapti. Mana bu tagidagi tengi bor-ku, tengi degani 1 ni ham olasan. 9. Qaysi birining tengi yo'q bo'lsa, ashuni olamiz. Misol uchun 9 tomondagi kichkina yoki teng degan joyda bu teng belgisi chiziqchasi bo'lmasa, bu 9 ni olmayman-da 8 gacha yozaman. Tushunarli bo'ldi? Qaysi birida tengi yo'q bo'lsa, pastida o'sha tomondagi sonni olmayman. Agar bir tomonda mana bu chiziqchasi yo'q bo'lsa, 2 dan boshlayman. Tushunarli bo'ldimi? Misol uchun mana 63 ga qaraylik. Hop, 3 dan katta 8 dan kichkina olib. Demak, 4, 5, 6, 7, 8. Ko'ryapsizmi, nechidan boshlayapman? 3 ta olmayapmanmi? Chunki 3 ta emasni tengsizligini tagida teng degan belgisi yo'q. Tushunarli bo'ldi. Hop. 66-misol. Quyidagi berilgan qatorlarda nechta natural son qatnashgan bor? Juda ham oson bo'lgan savollar. 1 dan 46 gacha nechta son bor? Bo'ldi, shu jo'q. Hozir ekan 70 ga 11, 12, 23, 75. 75 dan 11 dan ayirib qo'ysam, nechta son borligi kelib chiqadimi? To'g'rimi? Nechidan boshlayapmiz-da? Demak, 10 dan ayiramiz. Chunki 11 dan boshlanyapti. Hozir 11 dan ayirib olsam, 11 ni ham qo'shib ayirayotgan bo'laman. Shunda 12 dan boshlanishga to'g'ri kelib qoladi. Demak, nechidan boshlangan bo'lsa, o'shandan bitta oldingi sonni ayiramiz. Sanab qo'lda sanab o'tiribmiz lekin. Tushunarlimi? Nechidan boshlanayotgan bo'lsa, o'shandan bitta oldingi sonni ayiramiz. Tushunarlimi? Yetmish birinchi misol. 8 kere 10.000. O pi plus 5 kere 10. Pi plus 3 kere 100. Pi plus 7 kere 10. Pi plus 9. Qarash. Bo'ldi. 85.709. Xona mana savolda ham hisoblang deyotgan. Demak,
8, 5, 3, 7, 9 ni birlashtirsam, bunaqa ko'paytirsam 85,379 degani bo'ladi. Tushunarlimi? To'g'rimi? Agar orada 0 hech narsa yozilmagan bo'lsa, qaysidir misol 1100 ketyapti-ku, keyin ana 3 karra 100 ni yo'q qo'ysam, mabodo orada 100 yoki 1000 tushib qolgan bo'lsa, ashuni o'rnida 0 bo'ladi. Misol uchun 74 ga qarang. 75 ga deylik. 2 karra 10 ming, 100 ming ga 10 ming. 74 karra 10. Orada 1000 yo'q, 100 yo'q, birlar xonasidagi son yo'q. To'g'rimi? Demak, 1000 yo'q, 100 yo'q, 100 yo'q. Qirqda bor. Ya'ni birlik yo'q. 20 ming? 40. Demak, yo'q bo'lsa, oraga nima qo'yib ketamiz? 0. Tushunarli bo'ldi. Yetmiş altıya kadar. 27.380 308 sonini raqamlar bilan yozing. Qaranglar. 27.308 nimalarga kerak bo'ladi? Kelajakda hammani bankka ish tushadi. Misol uchun chet elda pul jo'natmoqchi bo'lib yoki chet eldan pul olmoqchi bo'lsa yoki qanaqadir biznes qilayotgan bo'lsa, kredit olmoqchi bo'ladi misol uchun. Xullas, qanaqadir moddiy tomondan yordam kerak bo'lganda borib albatta ish tushadi. Hamma odam kelajak istalgan. Va borganlaringda bankda shot raqamga pul tushirmoqchi bo'lsanglar, misol uchun yoki pul olmoqchi bo'lsanglar, ham raqamni yozasizlar, tushirmoqchi bo'lgan pullaringizni ham harflar yozasizlar. Tushunasizlarmi? O'sha yerda kerak bo'ladi. Ham raqamlar yozasizlar. Misol uchun 100 million tashlamoqchi bo'lsalar yoki 10 million tashlamoqchi bo'lsalar, nechta nol borligini bilishlaring kerak. Uni O N M I L L I O N 10 million so'm 00 tiyin deb yozishlaring kerak bo'ladi. Tushunasizmi? O'shanda barcha narsalarni eslariga keltirsalar kerak bo'lishini tushunib yetasizlar. 81 yil qarang. 80. Eng kichik 3 xonali son bilan eng katta 2 xonali sonlarni qo'shyapti. Eng kichik 3 xonali son 100. Eng katta 2 xonali son qo'shsam bo'l. Osonligami? 80. Turli raqamlar bilan yozilgan eng katta 2 xonali sonni toping. Turli raqam bilan deyapti. Bitta 9, bitta 8. Eng katta shu bo'ladimi? Xo'p. 80. Nechta 2 xonali son chapdan o'ngga, o'ngdan chapga bir xil o'qiladi. 11. Yozib qo'yasizlar. Turli raqamlar bilan yozilgan eng katta 3 xonali son necha bo'ladi? Yo'q, turli raqam bilan bo'lishi kerak. 978. Orqamachasi ketadi. 9, 8, 7. 987. To'g'rimi? Xo'p, 86 ga qarang. Bir xonali natural sonlar nechta? 2 xonali, 3 xonali sonlarchi? 86.
Bir xonali natural sonlar 9 ta. To'g'rimi? Bir xonalilarni shu. Ikki xonalilari nechta endi? 99 ta. 97 ta. 99 dan nechini aylaymiz bolalar? Xo'p, 9 dan aylaymizmi? Chunki 9 gachasi bir xonalimi? To'g'rimi? Demak, tushundilarlikmi? 3 xonali-chi. Endi 999 dan 99 dan aylaymiz. To'g'ri. 900. 3 va 4 raqamlardan foydalanib nechta ikki xonali son tuzish mumkin? 89 ga qarang. Kombinatoriya. 3 va 4 raqamlardan foydalanib nechta ikki xonali son tuzish mumkin? Raqamlarni takrorlansa ham bo'laveradi deyapti. Demak, ikki xonali sonlar. Oson yo'li bunaqa bo'ladi. Nechta son bor? Ani o'rniga necha marta qo'yaman 3 bilan 4 ni? Bittadan qo'ysam, ben o'rniga ham 2 kere 2. Buni 34, 43, 33, 44 qilib yozsalar ham 4 ta chiqadi. Bunaqa qilib yozsalar ham 4 ta chiqadi. Endi batda 3-4 ta son berib turib, raqamlar takrorlansin, siz tuzib chiqish o'tgan safar ko'rsatdim. 64 ta son chiqmaysizlar u dedim, to'g'rimi? Bu ham shunaqa narsa. Xo'p, mana qaranglar. 2, 3, 4 raqamlardan ularni takrorlamasdan nechta 3 xonali son tuzish mumkin? 90. 2, 3, 4 raqamlardan takrorlamasdan necha marta qo'yaman ani o'rniga? Ben o'rnigachi? Sen o'rniga bir oshdan kamayib ketaveradi. 3 kere 2 kere 1 nechta tuzish mumkin ekan? 6 ta tuzlardan bo'laveradi, lekin adashib ketib qolmasliklari uchun mana bu usul ancha qulay va oson. Shu bolalarning. Hop, 91 ga qarang. Qo'shiluvchilardan biri hop A plus B teng C ga. Bolalar A ni nomi birinchi qo'shiluvchi. Bilasizlarmi buni? B ni nomi ikkinchi qo'shiluvchi. C ni nomi esa yig'indi. Aytyaptiki, A va B ga deyapti. A ga 18 ni, B ga 16 ni qo'shsang, yig'indi qanday o'zgaradi? A qo'shilgan 18, B qo'shilgan 16. Songa sonni qo'shaman. 18 ga 16 ni qo'shsam 34. Yig'indi nechtaga ortar ekan? Bo'ldi, javob 34 taga oshadi. Nima oshadi? Yig'indi. Tushundilaringmi? Ko'rganmi? Hop, 12 ta son yig'indisi 100 ga teng. Agar har bir qo'shiluvchi 5 ga ortilsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi? O'zingizga ishlaymiz. Hop, qaranglar. Birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi va hokazo 12-chi qo'shiluvchi nechaga teng yig'indisi? 100 ga. Aytyaptiki, har birini 5 ga orttirilsa, ga orttirildi degani qo'shilgani marta desa kamaydi desa marta bo'lamiz, marta ko'paydi desa ko'paydi. Ga kamaydi, ta kamaydi, ga oshdi, ta oshdi. Shunaqa so'zlar bo'lsa ayirib qo'shamiz. Xo'p. Demak, har birini nima qilar ekanman? 5 ga orttirib chiqishim kerak. Necha marta 5 ga orttirgan bo'ladi? Nechta 5 ni qo'shgan bo'ladi? Endi 3 nechta son bor edi? Nechta son bor? Mana 1, 2. Nechta sonni qo'shsa 100 bo'lyapti-ku. Yozib qo'yilgan ekan. Tushunasizlarmi? Birinchi son, ikkinchi son. Endi nechta 5 qo'shilyapti?
12'da 12 yana 5 nechi? 60. Endi 60 mi? Qaranglar. A1 plus A2 plus va hokazo 12 ta songa jami nechta 5 qo'shilyapti ekan? 12 ta 5 qo'shilyapti ekan. 12 ta 5 qo'shsak 60 bo'ladi ekan. Endi yig'inni qanaqa bo'ladi deyapti. Yig'inni qanday o'zgaradi deyapti. Bu narsa nechiga teng endi bizga? Jami nechiga teng endi mana shu? A1da 12 ta sonni yig'imiz. 100 ga. 100 ga 60 qo'shib beramiz. Tushundilarmi? Demak, har biriga 5 qo'shsa 12 ta 5 qo'shilyapti. 60 bo'ladimi? Endi 12 ta sonni yig'imi so'z 100 bo'lsa, endi har biriga 5 qo'shilib chiqqanda 100 ga yana 60 ortiqcha qo'shilyaptimi? 160 bo'lib qolyaptimi? To'g'ri gap javob. Birdan 20 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket bitta son kabi yozildi. Necha xonali son bo'ladi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sanab chiqsalar ham bo'ldi. Agar qilib yozib chiqsa-da, necha xonali son bo'ladi? Oson yo'li bor. To'g'ri aytish mumkin. Buni sanasa ham oson. Lekin 100 gacha bersa, 100 gacha sanab chiqmaysizlar. 100 ta son bo'lmaydi-da. Chunki ikki xonalilarning o'zi 20 tadan bo'ladi. To'g'rimi? Bir xonali sonlar nechta? 9. Hop, bular nechta? 20. 9 ta bo'lmaydi. Qarash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To'g'rimi? Endi 20 ni o'zi necha xonali son? 3 xonali. Mana shu ucharasini qo'shib beramiz. 9, 20, 2. Olasiz, 31 ta bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p. 10 dan 19 gacha 10 ta son bor. 10 dan 19 gacha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 ta chiqdimi? Har biri ikkitadan son bo'lganligi uchun, ikki xonali bo'lganligi uchun 10 kara 2 20 xonali bo'ladi. Endi 20 ni o'zi ikki xonali son. Endi 1 dan 9 gacha 9 xonali son. Qo'shsa 31 xonali son. Endi qarash mumkin. 96 ga qarash. O'zidan chiqishsa o'shini. 99 gacha. Endi qarash mana. Shpalyarga bor, tayyor. 1 dan 9 bunday qilishasan. 1.9 xonali son. 10.19 20 29 20 20 55 qilib ketishmaymi? Okey, bunday bo'lsin. Haligi. Qo'shmayapmiz. Sanayapmiz xolos. Nechtaligini. 30 dan 39 gacha. Yana 20 ta son bor. Xo'p, va hokazo 99 gacha qilishasiz. Nechta 20 ta borligini topib, ko'paytirib, oxirida 9 ni vaqt beramiz. Qo'shib beramiz. Bu tushunarli bo'ldimi? Xo'p. 1, 2, 3, 4 raqamlardan foydalanib, nechta turli 4 xonali son tuzish mumkin? 1, 2, 3, 4. Demak, 4 xonali A, B, C, D. Takrorlansin deyaptimi? Yo, har xil deyaptimi? Turli degani har xil. Demak, A nomiga nechta qo'ya olaman? B nomiga. C. 4 ga 3 ga 2. 25. Qo'shmaysiz oxirida. Birdan ham qo'shib qo'ymang. 24 xonali, 24 da
4 xonali son tuzish mumkin ekan. 24 tani tuzib chiqish вообще xato. 24 ta misol bunaqa son tuzib chiqasa o'ylash. Tushunarlimi? Hop, 100 ni ko'rgani. 3 8 7 9 1 4 3 3 8 7 9 1 4 3 sonini shunday 3 ta raqam ko'chiringki, natijada eng katta son hosil bo'lsin.